Unboxing rubrikasi yana qaytdi. Men bugungacha olgan hamma unboxing videolarim ichida bunisi men uchun eng asabiylisi bo'ladi. Buning sababi esa bu meni o'zimning magazinimdan keldi. Bo'lmasam, ochib ko'ramiz. Men shuncha kiyim o'zimga kuzga zakaz qildim. Birinchi bo'lib shimdan boshlaymiz. Bunaqa asal kuz uchun to'q shim zakaz qildim. Judayam chiroyli. Bunday qilib ko'tarib, bunday crop yoki mana shunaqa yopishib turadigan futbolkalar bilan eng asal turadigan shim bo'ladi bu, точно. Boshqa kiyimlarimni ko'rmadim-ku, lekin bu shim точно meni eng ko'p sotiladigan shimlarimdan bittasi bo'ladi. Toninglar bo'lsa ham yoki qorninglar bo'lsa ham bemalol yopadi. Bu shim uchun men отдельный video olaman menimcha. Keyingi kiyimga o'tamiz. Men kuzga tayyorlanayotganim uchun men bunaqa man to man zakaz qildim. Zakaz qildimmish. Kiyib ko'ramiz. Hozir Koreyada mana bunaqa bantiklar juda ham mashhur. Men даже telefonimga mana bunaqa bantikli даже chexol oldim. O'shaning uchun magazinimga meni diamondlarim trenddan qolib ketmasin deb mana shunaqa hoodie zakaz qildim, bantikli. Kачествоsi вообще zo'r. Buni kuzda ham, qishda ham bemalol kiyib yuraverasizlar. Okay, qishga va kuzga тоже mana bunaqa sviter zakaz qildim. Stop. Bu sumочка bilan agar mana bunaqa qilib taqib o'qishga borsanglar bormi? O'sha Pinterestdagi old money stil bo'laman. Qo'lini qaranglar, qanaqa asalligini. To'g'risini aytsam, boya mana shu magazinimda ko'p ketadi deb o'ylayotgandim, lekin bu ikkalasini birga kiyib ko'rgandan keyin kapta o'zi shu obraz menimcha ko'p ketadi deb o'ylayapman. Xo'p, men hozir ketishim kerak, o'shaning uchun qolganlarini ham tez-tez kiyib ko'ramiz. Oh my god. Men eng sevgan stil. Bilasizlarmi, off shoulder ko'p kiyaman. Meni eng yomon ko'rgan narsam off shoulder kiyganimda qo'li, mana bu tarafdagi mana tushib turgan qo'li doim men pastroq turadi. Xuddi bu bitta qo'li idealni, bitta qo'li sal pastroq turgani meni doim nima deydi? Qashimga tegardi. Lekin buni idealni turishini ko'ryapsizlarmi? Okay, men hozir bitta joyga borishim kerak dedim. Bugun mana shu kiyimni kiyib boraman. Juda ham asal. Men buni tezroq ko'chadagi odamlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Xo'p, oxirgisi dvoyka. Buni Instagramda ham, Telegramda ham kiyib ko'ring deb so'rashgan. O'shaning uchun buni ham hozir kiyib ko'ramiz. Hey, kiyib ko'rsating deganlar. Mana. Повседневный kunlarga, uylarga, ko'chalarga, короче, qayerga xohlasanglar kiysanglar bo'ladigan mana shunaqa asal dvoyka. Menga to'g'risini aytsam, usti ham yoqdi, no tegi ham prям вообще asal ekan. Bu kiyimlarning hammasini Telegram yoki Instagram magazinimdan zakaz qilsanglar bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bo'lmasa men ketdim. Bye.